Salom hammaga, biokimyo moduli navbatdagi darsimiz endokrin tizimi biokimyosi haqida bo'ladi. Endokrinologiya haqida to'liq modulimiz mavjud. Shuning uchun endokrin tizimi biokimyosi mavzusida 4 ta rejani kichik qismlarga bo'lib o'rganib olamiz. Birinchi blokda gormonlarning kimyoviy sinflari va ularning reseptorlarini joylashuvi haqida gaplashamiz. Bu farq keyingi hamma narsani belgilab beradi. Gormon membranadan o'tadimi yoki o'tmaydimi, ta'sir tezmi yoki sekinroq kechadimi? Ikkinchi blokda esa signal uzatilish yo'llariga ahamiyat qaratamiz. Siklik signal, kalsiy signali, insulin reseptori va JAK kinaza yo'li. Uchinchi blokda esa insulin glyukagon muvozanatini metabolizm bilan biroz bog'lab o'rganib ketamiz. Yakunda qandli diabet va diabetik ketoatsidoz orqali gormonlar signalini buzilishini, klinik oqibatlari haqida biroz fikr yuritamiz. Gormonlar bilamiz, endokrin tizimi nerv gumoral boshqaruvini asosiy bir qismi hisoblanadi. Gormonning asosiy vazifasi xabarni olib borish, lekin xabar faqat reseptor bor hujayrada o'qiladi, ya'ni ana shu gormonni sezuvchi hujayralar tomonidangina qabul qilinadi. Shu sababli bir gormon qonda hamma joyga tarqalishi mumkin, lekin javob reaksiyasi faqat mos reseptor va ichki signal tizimi bor hujayra to'qimalarida kuzatiladi. Gormon reseptor bog'lanishi ko'pincha signalni kuchaytiradi. Bitta gormon molekulasi bir reseptorni faollashtiradi, u esa ko'plab ikkinchi xabarchilar yoki fosforillanish zanjirlarini ishga tushiradi. Natijada ferment faolligi tez o'zgarishi, membrana tashuvchisining chiqishi yoki gen transkripsiyasini o'zgartirishi mumkin. Gormonlarni sinflashtirishi. Gormonlar peptid gormonlar, ya'ni oqsil gormonlar hamda steroid gormonlar hamda aminokislotalarga bo'linadi. Peptid va oqsil gormonlar, masalan, insulin, glyukagon va parotogormon suvli muhitda yaxshi eriydi va odatda membranadan erkin o'ta olmaydi. Shuning uchun ular hujayra yuzasidagi reseptorlarga bog'lanadi va ichki signal zanjiri orqali javob reaksiyasi yuzaga keladi. Steroid gormonlar xolesterindan hosil bo'ladi va lipofil bo'lgani uchun membranadan o'tib, sitozol yoki yadrodagi reseptorlarga bog'lanadi. Qalqonsimon bez gormonlari aminokislota hosilasi bo'lsa ham ko'p jihatdan yadro reseptori orqali gen ekspressiyasini boshqarib beradi. Demak, bundan muhim jihat yuzaga keladiki, mana shu gormonlarning kimyoviy sinfi qaysi qismdagi reseptorga u ta'sir qilishini va ta'sir tezligini belgilab beradi. Shu sababli reseptorlar joylashuvini alohida ko'rishimiz kerak. Membrana reseptorlari ko'pincha tez signal beradi, ya'ni tez javob beradi, chunki ular mavjud fermentlar, ion kanallari yoki tashuvchilar faolligini o'zgartiradi. Peptid gormonlar va katexolaminlar ko'pincha aynan shu yo'ldan foydalanadi. Javob bir necha soniyalarda yoki daqiqalarda boshlanadi. Masalan, insulin. Ikkinchisi, sitozol va yadro reseptorlari odatda gen ekspressiyasini o'zgartiradi. Steroid bezlar gormonlari, qalqonsimon bez va vitamin D signallari transkripsiya darajasida ishlaydi. Bu javob sekinroq boshlanishi mumkin, ammo uzoqroq va chuqur metabolik o'zgarishlarni beradi. Peptid gormonlarni qanday sintez va qayta ishlanishini insulin misolida ko'rib chiqamiz. Ko'p peptid gormonlar avval katta prekursor sifatida sintezlanadi. Insulin bunga yaqqol misol. Dastlab preproinsulin endoplazmatik retikulumga kiradi, signal peptidi undan kesiladi va proinsulin hosil bo'ladi. Keyin proinsulin sekretel granulalarida insulin va S-peptidga ajratiladi. Ko'rishingiz mumkin, uning tarkibida S-peptid alohida ajratib tashlanyapti va oxirida yetuk insulin qolyapti. Ajratib yuborilayotgan S-peptid ham klinik jihatdan ahamiyatga ega, chunki u endogen insulin ishlab chiqarilayotganligini ko'rsatib beruvchi marker. Aynan biokimiya tekshiruvida S-peptidning miqdorini aniqlash orqali insulin ishlab chiqarilishini aniqlaymiz biz. Steroidlar sintezi. Steroid gormonlar xolesterindan sintezlanadi. Dastlabki material xolesterin hisoblanadi. Xolesterinning mitoxondriyaga kirishi va pregnanolon hosil bo'lishi steroidogenezning muhim nazorat nuqtalaridan biri hisoblanadi, ya'ni rate limiting step. Keyingi fermentlar qaysi to'qimada borligiga qarab kortizol, aldosteron yoki jinsiy gormonlar hosil bo'ladi. Masalan, adrenal gland buyrak usti bezini zona glomerulasi qismida mineralokortikoidlar aldosteron, zona fasciculatada kortizon, ya'ni glukokortikoid gormon, zona reticularisda esa androgenlar, jinsiy gormonlar sintezlanadi.
Steroid gormonlar lipofil tabiatga ega bo'lgani uchun qonda tashuvchi oqsillarga bog'langan holatda bo'ladi. Faqat erkin fraksiya retseptorga kira oladi. Klinikada bu nuqtani bilish ushbu tashuvchi oqsillarning miqdorini ham, ya'ni gormonning faolligiga ta'sir qilishini ko'rsatib beradi. Masalan, ma'lum bir gormonning organizmdagi miqdori ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, tasavvur qiling, ko'p bo'lishi mumkin, lekin uni erkin shakli kam. Bizga gormonning effektini beruvchi qismi uni erkin shakli, uni proteinga bog'langan qismi nofaol holatda bo'ladi. Qalqonsimon bez gormoni bilamiz, tarkibida yod saqlaydi. Follikul hujayralari yoditni tutib qoladi, ya'ni tiroid follikullar epitelial hujayralar yodni tutib qoladi. Va tireoglobulin tarkibidagi tirozin qoldiqlari yodlanadi. Bu follikulyar lyumen qismida kechadi. Va keyin oxirida triotiranin hamda tiraksin hosil bo'lishi bilan yakunlanadi mana bu qismda. Ushbu jarayon oddiy sekretor peptid gormon sintezidan farq qiladi, chunki gormon kolloid ichida yodlangan tireoglobulin ko'rinishida saqlanadi. T3 va T4 bulardan T3 faol hisoblanadi, T4 uni nofaol shakli. T4 ning miqdori ko'proq bo'ladi va effektor organiga borganda T4 5 yod deyodinaza fermenti ta'sirida T3 ga parchalanadi va bir xil effekt, ya'ni tiraksin effektini beradi. Vitamin D biologik jihatdan gormonlarga o'xshab ketadi. Ya'ni ultrabinafsha nur yordamida halokarsiferol hosil bo'ladi. Jigar uni 25 gidroksillangan shaklga o'tkazadi. Bu qonda asosiy o'lchanadigan, ya'ni vitamin D ni o'lchaydigan shakl hisoblanadi. Chizmaga ahamiyat beramiz. Bu yoqda ultrabinafsha nurlar ta'sirida halokarsiferol vitamin D3 hosil bo'lyapti. Jigar uni 25 gidroksillangan holatga o'tkazyapti. Lekin bu uni nofaol shakli hisoblanadi. Buyrak esa aynan bir alfa gidroksillanish orqali uni faol 25 dihidroksi vitamin D3 ga aylantiradi. Faol vitamin D esa yadro reseptorlari orqali hujayralarga ta'sir ko'rsatib, gen ekspressiyasini boshqaradi. Uni asosiy klinik yo'nalishi kalsiy fosfat muvozanati, ichakdan kalsiy so'rilishi va suyak mineralizatsiyasini boshqarishdir. Demak, biz vitamin D yetishmovchiligida faqatgina bu gormonda miqdorining kamligi haqida emas, balki uni aktiv shaklini ishlab chiqarish haqida ham o'ylashimiz kerak. Masalan, buyrakning turli xil surunkali kasalliklarda mana shu gidroksillanish reaksiyasi buzilishining natijasida vitamin D ning aktiv formasini kamayib ketishi kuzatiladi, lekin uni terida sintezlanishi normal kechayotgan bo'lishi mumkin. Endi membrana reseptorlarining eng ko'p uchraydigan signal yo'llarini ko'ramiz. Birinchisi bu G oqsilga bog'langan reseptor, qisqartirib G protein couplet receptor deyiladi, GPCR. Ushbu reseptorlar membranani 7 marta kesib o'tadigan reseptorlar oilasidir. Gormon tashqi tomonda bog'lanadi, reseptor ichki tomonda G oqsilni faollashtiradi. G oqsil esa adenylat siklaza yoki fosfolipaza S kabi effektor fermentlarga signal beradi. Ushbu reseptor yo'lini o'ziga xos tomoni shundaki, bitta reseptor ko'plab ikkilamchi messenjerlarni hosil qilishi mumkin. Shu orqali kichik gormon miqdoridagi signal katta hujayradagi javob reaksiyasini chaqiradi. Glukagon, adrenalin va ko'proq gipofiz gormonlari aynan mana shu turdagi signal yo'llaridan foydalanadi. Birinchi muhim ikkilamchi messenjer yo'li siklik adenozin monofosfat orqali ishlaydi. Siklik AMP, ya'ni siklik adenozin monofosfat ko'plab gormonlar uchun ikkilamchi messenjer vazifasini bajarib beradi. Adenylat siklaza adenozin trifosfatdan CAMP ni hosil qiladi, ya'ni ATP dan bilamiz SAMP sintezlanadi, sikllanadi. Aynan buni adenylat siklaza fermenti ta'minlab beradi. Siklik AMP esa protein kinaza A ni faollashtirib beradi.
Protein kinaza o'z nomidan ham ko'rinib turibdiki, kinaza fosforillovchi fermentlar tarkibiga kiradi, qatoriga kiradi va u o'zidan boshqa ko'plab fermentlarni fosforillab, ularni faolligini oshiradi yoki ba'zi holatlarda ularning aktivligini pasaytiradi. Jigarda glyukogen siklik AMP va protein kinaza A yo'li orqali glikogen parchalanishini va glyukoneogenez yo'nalishini boshqaradi. Bu tez javob reaksiyasi chaqiradigan holatdir. Gen ifodasi o'zgarishini kutmasdan mavjud fermentlar fosforillanish orqali boshqariladi va signal yo'li juda ham tez javob beradi. Yana bir boshqa membrana signali kalsiy bilan bog'langan inositol trifosfat va diasetil glitserol yo'li hisoblanadi. Fosfolipaza S yo'li membrana fosfolipiddan iborat ikkita signal molekulasini hosil qiladi. Bular inositol trifosfat IP3 va diasetil glitserol DAG. Inositol trifosfat endoplazmatik retikulumda kalsiyni chiqarishni kuchaytirib beradi. Ya'ni kalsiy esa kalmodulin va boshqa oqsillar orqali ko'plab fermentlarga ta'sir qiladi. Diasetil glitserol membranada qolib, protein kinaza S ni faollashtiradi. Bu yo'l ayniqsa silliq mushaklarda va sekretor hujayralarda va ayrim gormonlar signallarida muhim hisoblanadi. Klinik jihatdan kalsiy signali qisqarish, sekresiya va hujayra javobining tez o'zgarishini ta'minlab beradi. Navbatdagi reseptor turi bu insulin reseptorlari. Insulin reseptori reseptor tirozin kinaza oilasiga kiradi. Insulin bog'langanda reseptor ichki tirozin qoldiqlarini fosforillaydi. Keyin insulin reseptori substrat oqsillari orqali signal davom etadi. Bu yo'l fosfatidil inositol 3 kinaza va boshqa zanjirlar orqali metabolik javoblarni ishga tushirib beradi. Insulinni o'zini effektlariga keladigan bo'lsak, uni ta'siri faqatgina qondagi glyukoza miqdorini kamaytirish emas, bundan tashqari u glikogen sintezini, lipogenez va oqsillar sintezini va hujayra o'sish signallarini ham faollashtirib beradi. Shuning uchun insulin yetishmasa yoki insulin signaliga qarshilik bo'lsa, butun organizm yoqilg'i tanqisligiga, ya'ni energiya tanqisligiga uchraydi. Insulinni eng ko'rinarli metabolik ta'sirlaridan biri glyukoza tashuvchilarini membranaga chiqarishdir. GLUT2 masalan, ya'ni glucose transporter 2 insulinga sezgir glyukoza tashuvchi oqsil hisoblanadi. U asosan skelet mushagi va yog' to'qimasida mavjud. Insulin signali kelganda insulin reseptoriga ta'sirlanadi va GLUT2 saqlagan vezikulalardan plazma membranasiga ko'chadi. Natijada glyukoza hujayraga ko'proq kiradi. Rasmga ahamiyat beramiz. Insulin reseptorlariga bog'lanyapti. U vezikulaning ichida joylashgan GLUT2 reseptorini membranaga translokatsiya qilyapti va natijada u membranada keyinchalik glyukozani hujayra ichiga kirishini ta'minlab beryapti. Bu mexanizm qondagi glyukozani pasaytirishdagi asosiy yo'llardan biri. Insulin rezistentligida, ya'ni mana shu holatda insulin sezishi yo'qoladigan bo'lsa, yoki reseptordan keyingi signal ishlamasa, mana shu GLUT2 vezikulaning ichida qolib ketadi, membranaga chiqmaydi. Natijada qondagi glyukozani o'zlashtirilishi ham sekinlashadi. Sababi qondagi glyukozaning asosiy miqdorini aytib o'tdik, mana mushak va yog' to'qimalari o'ziga zaxira holatida saqlab oladi. Endi glyukogen haqida gaplashamiz. Insulinga qarshi asosiy metabolik gormonlardan biri aynan mana shu glyukogendir. Glyukogen ochlik signalini beradi. Ya'ni insulin to'qlik holatini chaqiradigan bo'lsa, glyukogen esa ochlik signali. U asosan jigarga ta'sir qiladi va GPCR, ya'ni G proteinga bog'liq bo'lgan reseptor yo'li orqali siklik AMP va protein kinaza A yo'lini faollashtiradi. Natijada glikogenning parchalanishi kuchayadi, glikogenning sintezi susayadi, pasayadi va glyukoneogenez kuchayib glikolizni cheklaydi. Bu insulinni to'qlik holatidagi ta'siriga umuman qarama-qarshi. Ya'ni biz aytishimiz mumkinki, glyukogen bilan insulin bir-biriga qarama-qarshi ishlaydi. Endilikda sizlar bilan yadro reseptorlari orqali ta'sir ko'rsatadigan steroid va qalqonsimon bez gormonlari haqida gaplashamiz. Steroid, qalqonsimon bez va vitamin D gormonlari yadro reseptorlari orqali ishlaydi. Gormon bunda dastlab hujayraga kiradi, membranadan o'tib, reseptorga hujayraning ichida bog'lanadi. Kompleks yadrodagi maxsus
dezoksiribonuklein kislota ketma-ketliklariga keyinchalik birikadi va bu birikish gormon mana shu DNKdagi ma'lum genlarni ekspressiyasini kuchaytirib beradi. Bu degani nima degani? Ya'ni mana shu bog'langan, boshqaradigan genlar ayrimlari kuchliroq ishlaydi, ayrimlari susayadi. Bunda javob membrana reseptoridagi fosforillanish kabi juda tez bo'lmasligi mumkin. Lekin metabolik jarayonlarga juda ham keng qamrovli ta'sir ko'rsatadi. Jazus kinaza yo'li yoki qisqartirib JAK kinaza deb ham aytishimiz mumkin. Jazus kinaza stat yo'li ko'plab sitokinlar va ayrim gormon signallarida ishlaydi. Bunda ligand reseptorga bog'langanda reseptorlar yaqinlashadi, janus kinazalar faollashadi va stat oqsillarini fosforillab beradi. Aynan mana bu qismda. Fosforillangan stat dimerlashib yadroga o'tadi. Bu yo'l membranadan yadroga nisbatan to'g'ridan-to'g'ri signal beradi. O'sish gormoni va prolaktin kabi signallarda bu mantiq aynan muhim, aynan shu yo'lda ishlaydi. Klinik jihatdan JAK-STAT yo'li immunologiya, yallig'lanish va o'sish signalini endokrin biokimyosini asosiy mazmunini beradi. Retrograd ingibitsiya tushunchasi. Retrograd ingibitsiya bu endokrin tizimida ko'p yo'llar manfiy retrograd ingibitsiya bilan ishlashini ko'rsatuvchi termin. Ya'ni bu nima degani? Gormonning darajasi yoki uning fiziologik ta'siri ortib ketadigan bo'lsa, yuqoridagi boshqaruvchi bosqichlar sekretsiyani kamaytiradi. Bu tizimni haddan tashqari ko'p javob berishini va gemostazni saqlashga yordam beradi. Tasavvur qiling, bitta gormon bezdan ishlab chiqarilyapti. Masalan, buni gipotalamo-gipofizar tizimda ko'rishimiz mumkin. Gipotalamus tiroid stimulating hormon ishlab chiqaryapti. Gipofiz esa tireotrop gormon ishlab chiqaryapti. Unga javoban esa qalqonsimon bezdan T3 va T4 sintezlanyapti. Organizmda T3 va T4 ning effekti normada bo'lgandan keyin uni ko'p miqdorda ishlab chiqarishini oldini olish uchun bu retrograd ingibitsiya usulida TSH ni ishlab chiqarishini kamaytiradi, ingibitsiya qiladi va natijada bu yo'lni gomeostazi saqlanadi. Insulin va glyukagon. Insulin va glykagonni biz aytdik, bir-biriga qarama-qarshi ishlaydigan gormonlar, lekin shunday bo'lsa ham ularni alohida gormonlar oilasi sifatida emas, bir-biriga qarama-qarshi metabolik chambarchas signal beradigan gormonlar sifatida tushunishimiz kerak. Insulin ko'tarilganda, miqdori ortganda jigarda glikogen, yog' kislotasi va oqsil sintezi kuchayadi. Glyukagonda miqdori ortganda esa mana shu jarayonlar teskari holatda kechadi. Ya'ni jigardan qonga glyukoza chiqarish va keton tanachalarni ishlab chiqarish ortadi. Qandli diabet kasalligi. Qandli diabetda asosiy muammo insulin signalining yetarli emasligidir, ya'ni insulinda miqdori emas. Ayrim holatlarda insulinning miqdori, ko'pchilik holatlarda, ya'ni masalan yosh kattalarda insulinning miqdori normal bo'lishi mumkin, lekin insulinga sezgirlik, ya'ni insulin reseptorlarini sezuvchanligi pasayib ketgan, rezistentligi ortib ketgan bo'ladi. Lekin qandli diabet kasalligining birinchi turida esa insulinning ishlab chiqarishi keskin kamaygan bo'lishi mumkin. Biz aytib o'tgan mana bu mexanizm ikkilamchi qandli diabetga to'g'ri keladi. Bu holatda qanday jarayon kechadi? Insulin signali yetarli bo'lmagani uchun mushak va yog' to'qimasida glyukozani o'zlashtirilishi kamayadi. Natijada jigarga bu signal berib, glyukoneogenez kuchayadi, davom etadi. Natijada qonda glyukozani miqdori ortib ketadi. Tasavvur qiling, qonda o'zi glyukoza normal miqdorda bor. Lekin buni bu yoqda mushak va adipose tissue, yog' to'qimasi o'zlashtira olmayapti. O'zlashtira olmayotgan natijasida bu jigarga signal beryapti. Jigar bu holatni qonda glyukoza yetishmayapti deb qabul qilib, glyukoneogenez, ya'ni glyukoza bo'lmagan moddalardan glyukozani sintezini kuchaytiradi va uni yana qonga chiqarib beradi. Natijada qonda glyukozani miqdori ortib ketadi. Shu bilan birga lipoliz jarayoni ham kuchayadi, yog'larning parchalanishi, erkin yog' kislotalari jigarga keladi va ketogenez uchun substrat hosil qilib beradi.
og'ir insulin yetishmovchiligida diabetik ketoatsidoz rivojlanishi mumkin. Diabetik ketoatsidoz qisqartirib DKA deb olamiz. Insulin yetishmovchiligi va qarama-qarshi regulyator gormonlarda ustunligi natijasi hisoblanadi. Yog' to'qimasida bu jarayonda lipoliz kuchayadi, erkin yog' kislotalari jigarga boradi, beta oksidlanish va ketogenezni ortishi kuzatiladi. Asetoasetat va 3-gidroksibutrat kabi keton tanachalari kislota organizmdagi kislotalilikni, qondagi kislotalilikni oshiradi. Shu bilan birga giperglikemiya osmotik diurezni ham chaqirib beradi. Suyuqlik va elektrolitlarning yo'qolishi kuchayadi. Klinik belgilari bemorda chanqash, ko'p siyish, holsizlik, qusish, nafasni va hushni buzilishi kabi bo'lishi mumkin. Ham nafasidan mana shu keton hidi kelib turadi. Rasmga ahamiyat qaratamiz. Insulin miqdori juda ham kam. Bemor insulinni qabul qilgani yo'q tashqaridan yoki insulinning effekti yetishmayapti. Natijada unga qarama-qarshi bo'lgan regulyator gormonlarning miqdori ortadi. Bular kortizol, katexoliminlar, glukagon va buning natijasida glyukozani organizmdagi utilizatsiyasi kamayyapti va bu giperglikemiyaga, qonda glyukozani miqdori ortishiga sabab bo'lyapti. Lekin bu alohida ta'sir emas. Bu jarayonda glikogenolizning kuchayishi, proteoliz, ya'ni proteinlarni parchalanishini ortishi, ularning sintezlanishi kamayishi va yog'larning parchalanishi ham ortishi kuzatilyapti. Va bularning hammasi glukoneogenezga sabab bo'lyapti. Glukogen esa qondagi giperglikemiyaga sabab bo'lyapti. Bu diabetik ketoatsidozdagi triadani birinchisi, ya'ni qonda glyukozani miqdori yuqori bo'lishi. Ikkinchisi bu asidemiya. Asidemiya qayerdan kelyapti deydigan bo'lsak, bu lipolizning kuchayishi natijasida keton tanachalarining miqdori ortadi. Ketonlar esa ketoatsidozga sabab bo'ladi. Bu ikkinchi va uchinchi asidemiya va ketonemiya triadini beradi. Triada tarkibidagi qismlarni beradi. Bemordagi suvsash qayerdan kelib chiqyapti deydigan bo'lsak, giperglikemiya qonda osmolarlikni oshiradi. Natijada bu buyrakdan siydik tarkibiga o'tadi. Siydik tarkibiga o'tgandan keyin siydikdagi osmolarlik ortib, bemorda poliuriya kuzatiladi. Ya'ni ikkilamchi osmotik diurez. Natijada degidratatsiya va gipovolemiya kuzatiladi. Va bu bemorning ko'p chanqashiga sabab bo'ladi.